Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhinin halifinde tarihi namlı kitabıda biz Abbasilerin Mısır'daki halifelerden Ahmed ibn Mustakfi'nin hayatıyla tanıp çıkvatkan ve biz bu devirde Ahmed ibn Mustakfi'ni halif kığa vaktideki beyat namını ki debilik aldı yazılgan bir tasviri makalesini tercüme kılıp okuvatımız. Bugün yani şununki devamı da Celal-ı Suyuti rahmetullahi aleyh mundaq dedi. وَلَوْلَا قِيَامُ الرَّعَايَا مَا قَبَّلَ اللّٰهُ اَعْمَالَهَا. Eğer halik fuqara dedi, bu halifinin hakkı hukukunu ravurs ada kılmasa, Allah bulanın emellerini kabul kılmaydı fuqaralarının, bendilerinin. Bu kılmış sebeplik denizler turmağan, yer domulamagan, tağlar öz ornunda turmagan bolatdı dedi. Bu nime şekilde, mübaliğ şekilde yani halifinin hakkı, hukuku, hürmetini qoğdaşniki muhimligi ta'kidlangan bu söz arqali hamda kimning bu xilofatga eng loyiq kishi ekanligini bundaq fikrlar bir yerga kelib bir ittifoq, bir söhbət orunlaştırmagan bolatdı dedi. Xilafat bu zatqa özün quruqlarını söyregen pet keldi. Bundaq degeni yani xilafat ahir yani muş adamga yetip keldi. Bütünley hukuk muş adamning qo'lida qoldi. Dadısının qolgan jamiyati ballari bu xilofatni topshirmasdan muş adam o'zilam oldi. Demek sen xilafat qilam yaraydın, xilafat faqat bunun qilam yaraydı degan she'rni o'qidi bu adam. Amiril Mu'minin xalifa hazratlari sizlarni so'rab yurmisin, tilab yurmisin demasdilam, rizq daravasini keng ichivetdi. Qandaq mal dunyo to'plash, bayashat turmush yo'lini sizlarga dağdam ichivetdi. Sizlarning bu xalifaga qarshi chiqmay, toatda bo'lishinglarning ajrini sizlar ko'rsizlar va shundaqla sizlarning mushnu asosida davlatga yoki mush xalifaning buyruq asosida ishlashinglar, xizmat qilishinglar bu go'zal axloqdir. Sizlarning do'stqininglarga o'zining nazu ne'matlarini, ya'ni mukofotlarini davomli bu odam berib turdi, aymaydi dedi. Hech qachon chiqimdan qo'rqib bu odam mol dunyoni tutib qoladigan bexillardan emas. Hamda Amiril Mu'mininning sizlarga nisbatan qandaq qilpasi bo'ladi desa, Allohning kitobi Peygamberning sünnet boyunca siyaset yürgüzse, mana şu halifeninki qilishdagi ishi majburiyati. Shundaqla hamda kelgusida kelmoqchi bo'lgan xalifalarni zat chorish devatgidek, o'jon g'azab berish qilibdi ekan, bizim yaxshi qilmasak bo'lmaydi degidek darajada bu odam shu Qur'on hadisga yarasha menish kerak va shunaroq bir xizmatlarni ro'yobga chiqarish kerak. Alloh taolo xalifaning umrini uzun qilg'ay. Shundaqla burunqi xalifalardan oshirib tuhfa ko'rsatgay davlatga. Jihad amallarini bu odam barpo qilib qaytadan tiklash bir majburiyati bor. Shundaqla o'zining to'liq komil o'zining adolati bilan özün şamil adalet bilen fuqarolarni böşükte elle yetip puxlatqay dedi. Yani bu bir xil paravallık turmuş ataqıgay degan ma'noni bildirdi bu jihatda. Amirul Mu'minin xalifa hazratlari ata bovlarining ajdodining odati bo'yicha har yili haj mavsumida haj faoliyatlariga mas'ul bo'ladi. Bu adamning yaxshiligi ishki haram aholisi, haram Beytullah'ның mas'ullariga yetidi dedi. Shundaqla ayni davrdagi holat bo'yicha karvon tayyorlaydi. Bu karvonning yani shu peti qaytib kelishini, burunqidek qaytib kelishini tilaydi. Bu ishki haramda bu odamning mo'l dengizi
etilip çıkıdı. Yani bu sehi mertlikten ifade kılgan bir kinayi söz. Üçüncü haram boğan Beytil Maqdis'e yani bulut yağmurunu töküdü yak evetidu. Yani bu yagımı özünki beriştigişlik mal dünyalarını berdi. Yani sehi mertlikni ifadeleyen söz bu mu? Näde boluşdan qat'i nazar Peygamberlerinin kabirleri näde boluşdan qat'i nazar köpünçe bu kabirler Şam diyarıga joylashgan. Bu kabirlerge yardam evetdi. Mesela şu kabirlerge qaraydigan Rimunot başqa vakiza işlerini asas qilgan. Birlik, ittifaqlıq ve ömlük qadimqi an'anaviy yo'l bo'yicha eng to'g'ri uslub bo'yicha ilbetqa vaqtida o sizlarning qilish tegishli ishinglar. Amirul Mu'minin Hazretlerinin zamanında bu adamga qetilgan, qo'shilgan odamlarning soni kundan kunga ko'payyapti. Shundaqla kafir diyorlardan bu odamning qo'lida musulmon bo'layotgan odamlarning sonimi xilili ko'p. Ama cihat meselesi kelsak, Emirül Mu'minin Padişah Hazretlerinin makamıda yani namı bilen uruş kılıvatkan adamlar var, komandanlar var. Bana bu yeterlik. Bu adamның taxtının aşı sırtıdaki şehirlerini azat kılış, küfür diyarlarını fetih kılış işlerine mesul komandan valili var. Padişah Halife Hazretleri vakaleten şu kumandanlarını evetken Allah bu padişahımız halifemizin sultanını mengü versin dedi. Bu zat uflamaydigan şu közük yani cesur, sezgör kumandanlarga bu vazifini cihat vazifesini tapşırdı dedi. Bularga şu kılıçını astı. Yani vazifini tapşırdı dedi. Düşmanlardan bir kecha şu kılıçның çaqnagan nurları to'xtab qalsa, bu adamның xiyali ularning tushini buzib o'tidi, kesib o'tidi. Yani bundan yani düşmanlarımı yani aramalanmaydı. Bu adamның söyletinden, şevketinden ensirab qo'rqib degan mazmunni ifodalaydi bu jihatdan. Emirül Mu'minin Hazretleri tacavüzcü düşmanlar elip tatıvagan yerlerini, zimin devletlerini qaytırıp ilişini qayta ta'kidlaydi. Ve bu halda bu adam davamlıq nasihat qilib mundaq deydi da namert yani qo'g'langan veya ki do'stsiz Hemrahsız qalgan, yardımcısız qalgan düşmanlarni quruqliq va dengizdan buni qorshab hujum qilish kerak. Shundaqla bularni asir olgan vaqtida o'ldirish kerak dedi. Bularning kishanlarini, zanjirlarini yashmaslik kerak. Ularga quruqliqdan ot qo'shin avatishdan yonmaslik kerak dedi. Jazo ustidan. Denizde bularga yana parxod kemidagi qo'shinlarni avatish kerak. Yoki bo'lmasa, munda desakmi bo'ladi bu yerda. Quruqliqda bu odam shu at karvonlarini burkut kabi atlarni, chavandozlarni avatishdan to'xtamaydi. Denizda qog'i kabi chavandozlarni avatishdan yonmaydi. Bu yana bu ishkilesine ait kuchlik, jasoratlik, yani ko'p qo'shinlardan tarif topgan bir mazmun ifodalaydigan bir kalima bu. Bu her ish qo'shin deydi. Bir xil bir qochig'ini elib mangan. Bu qochig'i bu yerda ya'ni dushmanni o'g'laydigan, darhol zarb beradigan bir kuchga tava bir ma'no bu. Bu Padişah Halife Hazretleri memleketlerini başka düşmanlarning hujum qilishidan, yak chegara rayonlarga hujum qilishdan ensirgan joylarning hammini qo'g'daydi deydi. O tuproqlarga bu odamning qadamlari chin mahkam yepishidi yoki dasaydi deganmiz bunda. Har vaqt
Şu qo'rg'on, chegara, sepillarniki manfaatiga qarab ish tutadi bu odam. Shu yerga munosabatlik urush saymonlari va undan boshqa mamlakatlarning shu shaharlarning poytaxtlariga bak ahamiyat beradi. Masalan, qo'shinlar shu nimada chegarada turadigan sepil rayonlar bo'lsin yoki shir kabi qo'shinlarning qo'nalg'i yotoqlari bo'lsin, amir askarlarning turadigan joylari bo'lsin va ularning o'ng qanot, so'l qanot va g'ol qo'shin qatorliq masalan qo'shinlarning rad tartibi, ularning o'rinlashtirishi, shular turadigan joy sepillarga hammasiga bu odam ko'ngil bo'lib chiqadi dedi. Ularning ahvolini tafsili tekshiraydi dedi. Ularning otlari bormi yo'q? Bu yerda ham osmon zamin orasida chigildigan debdi. Bu hadisga bir mazmun qarta ilingan so'z bu yerda. Demakchi bo'lgani, ya'ni savobi, ajri davomli ko'tarilib turadigan degan bo'ladi-da osmonga. Shunda otlar chunki jangchining mujohidniki eti davomli shu ajr minib turadigan, ajr yezilib turadigan otlar qatoridagi muhim otlarniki biri. Ularning isil naqshlangan bularning do'g'ilga, qalqon qatorliq narsalar bormi yo'qmi? Bu jihatdimi bularning ahvolini so'raydi va shundaqla oltin yaltilgan do'g'ilg'alar bor masalan. Shu chang to'zon qo'nmagan, paqirab turadigan. Ondan boshqa o'tkir qilishlar deymiz. Shu qonga bo'yalgan yoki tish shu shamardek o'tkir bo'lgan nayzlar bor. Bormi yo'qmi deb shuni tekshiraydi deydi. Kumush tangilarni shu pach qilib turadigan o'qlar, yovqida. Vatandan ayrilgan yoki firoq dardida ing'irgan kabi ing'iraydigan. Hatto bu o'qiya masalan yasida bir ochiq yomon o'kirgan shir kabi o'kiraydigan odamdek ovoz chiqaradigan ashundaq masalan o'qlar, ashundaq yochoqlarni bormi yo'qmi deb askarlarni tekshiraydi deydi. Bu umuman ilbitqa vaqtida Ibn Fazlullahning bu vaqtdagi bu xalifini maqtab, ushurib degan so'zlari amaliyotda vaqtidagi Misr xalifalarining qo'lida qat'iy amaliy huquq yo'q. Bu askariy boshqarishlar hammasi sultonning qo'lida. Bularning kuchi yetmaydi amaliyotda. Umuman elib aytgan vaqtida xalifa hazratlari sizlarning ko'nglinglarni huzurlantirish uchun o'ziniki iroda qilgan maqsadlarim shu yuqoridagidek. Shundaqla sizlarning maqsad orzularinglar qarta. Bu uzun iboralarni surib keldik bu yerda. Sizlarning qonlaringlar, mollaringlar, yuz obro'yinglar xalifa hazratlarining davomli himoyasi bo'ladi. Ammo shariat halol qilgan qon buning sirtida. Ya'ni shariat o'ltiringlar degan o'lim buyurilgan kishilar bo'lsa, bu odamni qo'g'diyanmaydi. Sizlarga har vaqt sizlarning izhor qilgan yoshurun va oshkora ixlosinglarga qarab, sizlarga bu zotningki ihsoni davomliq yetib bordi, ulishidi. Ammo bu ishlarni ham tafsili texmi bir tafsili elib etgan vaqtimizda hamda umuman bu ishlarniki ma'vo qisqish tarafi sizlar haqiqatan bilisizlar, podshoh hazrati yana xalifa hazratlaridan yaroqlashgan odam bo'lib qolsa, buningga o'xshash bu nasihatlardan, bu zikriyatlardan bu odam behojatdir. Ya'ni bu odam bundan yiroqdir. Yoki xalifa bunday odamdanmi behojatdir degandek ma'nolarda. Sizlar o'zinglarning hurmat o'lchiminglar darajasi bo'yicha podshohning omonati. Demakchi bo'lgani, sizlar podshohga qanchalik ixlos qilib hurmat bildirsanglar, sizlar shunchalik bundan izzat topsizlar demakchi.
Hammanglar haqiqat oldida xalifaning huzurida o'pma o'xshash barobar. Sizlarning hamda xalifaga nisbatan ijro qiladigan tarafinglar ixlos qilish, samimiy bo'lish bo'ysunishda. To'g'ri yo'linishda ishchinglardan o'zinglarniki toatinglarni, ya'ni itoatmenlikinglarni bildirishdi dedi. Sizlarning hammanglar xalifa hazratlarining qo'llashiga va inoyatiga erishgan va bu zotning tasarruf hokimiyati ostiga kirgan odamlar. Shuning uchun bu odam shu bay'atga qarta hukm pichish yoki hokim bo'lish majburiyati bor. Bo'yniga bu odam bu halqini soldi. Ya'ni bu majburiyatni qo'liga oldi deydi. Sizlarning har biringlar vafodorlik bilan bu yerda ish bajarish kerak bo'ladi. Amalga qo'ygan bo'lsa, vafodorlik bilan ish qilish kerak. Bu bilingan taraf bu hamda yoki bilish tegishli taraf. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Va'da qilgan va'dasiga vafo qilgan odamlarga Alloh hassilab katta ajrlarni ato qiladi deyilgan. Yani bu bay'at bir vafo. Ya'ni bu bay'at qilgan ekansan, uning sen va'da berding degan gap. Bo'ysunma deb mush huquq qarta men mush podshoni men e'tirof qildim. Bunun hamma ishlarini men shariatga zid kelmagan ahvol ostida men vafo qilma degan bo'ladi bu. Sen shuni vafo qilgan ekansa Alloh sana ajr berdi deb bu oyatni dalil keltirish orqali bu bay'atniki haq hurmatini bakrak qo'g'dayotdi. Mana bu xalifa hazratlarining so'zi mushu. Yana Jaloliddin Suyuti yoki Ibn Fazlullah yana shundoq deydi. Bu xalifa hazratlari oqibati davomli yaxshi bo'ladigan ishlarni qiladi. Mushunga asosan bu odam va'da berdi ham va'da oldi boshqalardan. Buningdan boshqa ishlarning hammasi noshayan ishlardir. Buningga guvoh bo'lmaydi va guvohchimi talab qilinmaydi. Xalifa hazratlari har vaqt Allohdan istig'for etib turdi. Beparvolikdan, so'liq qilishdan davomli bu odam panoh tilaydi. Davomli Allohdan so'raydig'ini Allohning bir nusrat bersa, ya'ni bir muhlat bersa, ya'ni shu yaxshilarni qilg'idek fursat bersa deganni so'raydi. Bu yerdagi bu fursat berishni talab qilishi mutlaq emas deydi. O'z yaxshi ko'rgan shaklda berishni so'raydi. Hargizmi mutlaq emas demakchi. Amirul Mu'minin xalifa hazratlari o'z so'zini Alloh subhanahu va taolo buyurgan adl, adolat, ihson, ixlos so'zi bilan oxirlashtirdi. Allohga hamd va sanolari bo'lsin. O Alloh subhanahu va taolo xalq va xaloyiq tarafidan hamd etilsa nayt texmibek sevimlik ve yakımlıktır. Allah Teala bununla Hazreti Sulaymon payg'ambarning podshohligini ato qildi. Xalifa hazratlarini Allah Teala bu bergan ato qilgan ne'mati bilan huzurlandirg'ay. Yer sharini bu odamni yer shariga xalifa qilg'ay, texmibek podshoh qilg'ay. Bununla uzun ömür ato qilg'ay. Bu adamның padişahlığı, hakimiyeti davamlıq, ali, yüksek boğay. Xilafet türü bu adam arqılıq, naati culalıq, körkem, həşəmətlik boğay. Xuddi aynı devirdeki Mansur xalife, yoki Mahdi Rashid xalife ölmegen kebi naati şanı şevketlik boğay. Deb Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyh İbn Fazlullah'ның bu sözünü bayan qilib bu kitobiga keltirgan. Bu so'z Ibn Fazlullah'ning Al-Masalik nomli kitobida, İmam Qalaqshandining Subhul Ahsha nomli kitobida bayan qilingan. Demak, bu mushu kitobning ichidagi eng tas mazmun mushu bo'ldi. Chunki
Bu söz ma'noni qo'g'lashgandan bakrak qopiyni qo'g'lashqachqa söz o'rniga tushmagan ahvollar nayt ko'p yuz berib, nayt qiyin e, ifodalash bosqichi o'tdi bu yerda. Alhamdulillahi Rabbil alamin. İbn Hajar Asqalani rahmetullahi alayh Durar nomli kitobida mundaq deydi. Bu odam dastlabda mustansir deb o'zini işte atagan laqam bu hamda keyin hokim deb atadi. Shayx Zeynuddin Iroqiy rahmatullohi alayhining bayon qilishicha, bu odam keyingi davrdagi bir qism muhaddislarda hadis o'qigan ekan va boshqalarga hadis so'zlab bergan ekan. Bu odam Hijriya 753 yilning yarmida vabo kasali bilan o'lib ketganligi bayon qilingan deydi. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.